Salom, Texnoobzor shinavandalari. Bugun sizlar bilan iPhone telefonda sizga kerak bo'ladigan 4 ta fishkani ko'rib chiqamiz. Kanal rivoji uchun podpiska tugmasini bosib ketishni unutmang. Birinchi fishkamiz nastroykaga kira olamiz. Bu yerdan universal dostupni topib olamiz. Pastroqqa tushsak, audio vizualizatsiya bor. Shuni ustiga bosamiz. Va mana bu yerda turgan regulyator громкости всегда на ekranini qo'shib qo'yamiz. Bu nima qilib beradi desa, qo'shiq ketyapti hozir, lekin pastda eski versiyalarda eslasangiz ovoz ko'taradigan va pasaytiradigan chiqib turardi pastda. Bunda esa yangi versiyalarda yo'q. O'shani iOS 18 ga qo'shishgan. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, tagida ovoz pasaytiradigan, ovoz ko'taradigan chiqib turibdi. Agar buni o'chirib qo'ysangiz, yana eski holatiga qaytib qoladi. Ikkinchi fishkamiz nastroykaga kiramiz, universal dostupni bosamiz va boyagi audio vizualizatsiyaga bosib olamiz. Va bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, shuma подавление telefoni turibdi. Bu funksiya nima qilib beradi desiz, boyagi punkt управлениyani ko'tarib, mana bu yerdan bosib, shuma подавленияni qo'shib o'tirmaysiz, ya'ni izolyatsiya golosini qo'shib o'tirmaysiz. Mana shu yerda shuma подавление telefonini qilib qo'ysangiz, siz gaplashayotgan paytda o'sha shuma подавлениясini qo'shib qo'yaveradi bemalol. Izolyatsiya golosi qilib qo'yish shart emas. Va uchinchi fishkamiz nastroykaga kiramiz, universal dostup, audio vizualizatsiyaga kira olamiz. Yana boyagi ko'pchilik izlaydi, lekin shu fishkani ko'pchilikka kerak bo'ladi, chunki sizda iPhone borligini bildirib turish uchun. Ya'ni fishka для предупреждения ustiga bosib qo'yamiz. Mana bu birinchisidan bosib qo'ysangiz, fishka для предупреждения, ya'ni sizga SMS kelganda yoki xabarlar kelganda, mana bu fishkangiz yonadi 2 marta. O'shanda sizda iPhone borligini hamma biladi. Lekin agar fishka bis blokirovka qilib qo'ysangiz, siz blokirovka mana shunaqa ishlatayotgan paytingizda ham SMS kelganda fishkangiz yonadi. Keyin beshumli rejimga qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun ikkalasini ham o'chirib qo'ysangiz, fishkangiz faqat blokirovka ekran payti xabar kelganda yonadi. Mana bunaqa обычный oddiy ishlatayotgan paytingiz xabar kelganda fishkangiz yonmaydi. 4-fishkamiz nastroykaga kiramiz. Bu yerdan universal dostup va prямой rechga kira olamiz. Prямой rechni qo'shib qo'yamiz. Bu nima qilib beradi desangiz, sizni yozgan tekstingizni presence, ya'ni talaffuz qilib beradi. Bu qanday qo'shiladi desangiz, домой knopka 3 marta bosiladi. Agar sizda домой knopkasi bo'lmasa, yondagi bokovой knopkani 3 marta bosasiz. 3 marta bosamiz va prямой rechni qo'shamiz. Bu yerda klaviatura chiqadi. Xohlagan so'zingizni kiritishingiz mumkin. Bu ruscha bo'lgani uchun sal qiynalish mumkin lotincha kiritsangiz. Yaxshi talaffuz qila olmaydi. Misol uchun lekin ruscha so'zlar kiritib ko'rsangiz, juda ham yaxshi talaffuz qiladi. Привет. Mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa. Kimgadir kerak bo'lishi mumkin, bemalol mana shunaqa funksiyasidan ham foydalansangiz bo'ladi. Keyin mana bunaqa nazat knopkasi ham bor. Yoki siz agar rus tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, qaysi so'zlarda udarение tushishi yoki qanaqa talaffuz qilinishini bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol mana shundan foydalansangiz bo'ladi. Keyin buni mana istoriyasi bor. Привет, salom, nima gap, hammasidan qilib ko'rganman. Bosib shunaqa lug'at sifatida foydalansangiz ham bo'ladi frazalarda. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib ketishni unutmang. Kommentariyada keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib o'tib keting. Kanalimizda bundan ham zo'r videolar bor. Kirib bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Obuna bo'lishni esa aslo esdan chiqarmang.